Ana xudo xolisi. Naslga, zotga, boqishga, yosh buzoqlar aka. 6 kilodan 750 kilogacha bor. Ana baxtli tushliklari, holatlariga bitib ketib boraylik. 40 boshmi umumiy soni? Ha, 40 ta. Yildi buni ovoz. Bular Avstriyadan kelgan, Avstriyadan. Avstriyalardan. Ona qorniga kelgan, shu yerga tug'ilgan bular. Kipaga yopdi. Silos Kipr. Biri 45. Mana bular 150 ham bo'lsa kerak. Maza qilishadi aka, buzoqdan tomosha qiling. Mana 16 oylik. Tish buzmagan aka. 16 oylik tish buzmagan. Mana bunisi ham tish buzmagan aka, 16 oylik buzoq aka. Buni ham yo'q, kichkina patta yo'q bu yoqqa. Maydasi mana bular, mana. Assalomu alaykum hurmatli sotuvchilar. Xudo xolasa Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Shayx Ali G'olib akamiz fermalariga kelganmiz. Aka-ukalar bu yerda haqiqiy 100% toza, original nasl uchun buqalar kelgan. Birma-bir hozir sizlarga ko'rsatib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hafta kuniga chorshanba 3-iyun 2026-yil sementallar o'ta go'zal, o'ta ajoyiblarni mana sizlarga tavsiya etamiz. Bir dona like, kommentariy, kanaldan yiroqlashmang. Hammaga omad, sizlarga zo'rni ko'rsatishda davom etamiz. Xohlasang, haydo, hammasini bog'lab shoxlisi bor, xohlasangiz to'qoli bor. Mana buyum baqbaqa holatlariga bitta e'tibor bering. Mana buqalar o'ta go'zallari. Akalar umumiy holatda 40. Hayda, ularni ham haydab kel. Mana bu tomonda yoshlari bor. Mana yurishlariga qarang buni. Mashalloh, navot ranglaridan mana, qizillaridan akalar mana. Gap yo'q lekin. Kostyumasin mana. Mana buqalar. Mana bo'y bastlariga bitta e'tibor berek. Mana sementalni bog'iga haydab kel ularni ichidagini haydab kel. Voy mashalloh. Mana xudo xolisi. Assalomu alaykum G'olib aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, o'tkir qilaysiz. Sharvoga baraka. Rahmat aka, o'zingizga umringizga baraka aka. Nasibsizmi? Ha, xudo xolisi xalq xizmatidasiz. Ha, shunday. O'ta ajoyiblar kelibdi aka. Xalq izlaydiganlari mana, nasib bo'lsa nasl uchun bo'ladiganlar, zotga. Naslga, zotga, boqishga, yosh buzoqlar aka. Mana navot rangidanmi, qizilidanmi, so'raganiga bor mana xilidan. Necha oylikdan necha oylikgacha beradi? Bular 16 oylik, 14 oylik, 13 oylik buzoqlar. Hash. Hal tish buzmagan. Tish buzmagan. Mana bular tish buzgan ekan mana bular. Bu boshqa zotdagilar. Ha. Mana buqalarga e'tibor beraylik. Aka, bu vazmlari necha kilogrammdan bor? 600 kilodan 750 kilogacha bor. 600 kilodan 750 kilogacha bo'lgan. Mana nasl uchun ajoyib navoslar. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana bularga qarang mana. Mana baxtli tushliklari, holatlariga bitta e'tibor beraylik. Bo'y bastilariga mana. Ranglari tinnigidan mana. Yilka qopqoqlariga bitta e'tibor beraylik. Mana. Xo'sh, qaytaring. Aka 40 boshmi? Ha? 40 boshmi umumiy soni? Ha, 40 ta. 35 ta, 40 taga bor-da, 40 ga yaqin bor. Mana hurmatli kuzatuvchilar, buqalarni holatiga bitta e'tibor beraylik. Bo'yin baqbaqalariga, tushliklariga. Mana. Qaydan keldi bu ovoz? Bular Avstriyadan kelgan, Avstriyadan. Avstriyalardan. Ona qorniga kelgan, shu yerga tug'ilgan bular. Shu yerda tug'ilgan. Ha, ona qorniga kelib, shu yerga tug'ilgan aka. Mana bu qo'la. Yeb ichish qanday bo'lyapti ular? Yeb ichishi yaxshi aka, zo'r mollar. Oziqa nima beryapsiz aka hozirgi kunda? Bu silos bilan kipaga yopdi. Silos Kipr. Ha. Bularga boshqa narsa kerak emas. Yo'q, hozircha berayotganimiz shu. Mana shular bo'yi necha deysiz aka? Bular biri 40 bor. Biri 40. Bor, biri 40, biri 45. Mana bular 150 ham bo'lsa kerak. Mana katta ekan. Firmaga nasllikka olaman degan haqiqiy boy akalarimizga boqaman deganlarga tavsiya. Mana buzoqni bir ko'rishsin aka. Maza qilishadi aka, buzoqdan tomosha qiling. Mana. Holatiga bitta e'tibor beraylik. Uni go'zalligiga. Mana hurmatli aka-ukalar. Eniga endi mol ekan. Mana shu necha oylik taxminan? Aka, bu 16 oylik bu. 16 oylik? Ha. Tish buzmagan aka. 16 oylik tish buzmagan. Mana bunisi ham tish buzmagan aka, 16 oylik buzoq aka. 16 oylikdan mana. Mana shu joyimizga 700 dan baland, 750. Gaziga ham ancha gazli mol ekan. Eniga endi. Hali yemagan akalar mana. Mana shu holatda. Mana. Gap yo'q, xudo xolasa. Tanlab olishga kelaversin mana. Tanlab olishga ham bor. Bir joyga olayotganga ham farqi yo'q aka. O'tkir aka. Aka, bularning bahosini nechidan nechigacha aytamiz? Buni bahosi bor-ku. Balandi 55 million. Xayri bor, o'tib beraman. 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Pasti 50 millionga qo'yamiz. 50 milliondan 55 milliongacha baho qo'ydi. 55 milliongacha baho. Mana. 40 ta molimiz bor aka.
kichkina partiyalardagini ham aytyapsiz hozir narxini. Ha, kichkina partiya yo'q, unisi ham katta, ular ham katta. Hozir ham partiya ha. Yo'q, kichkina partiya yo'q bu yoqqa. Maydasi mana bular, mana. Mana buzoqlar. Aka. Naslga bo'ladiganlar. Iniga enni poychali, baqbaqalari osilgan, mana ko'ryapsiz. Bu qayda? Tuyoqlariga ham e'tibor bering. Stakan tuyoq. Mana novos. 100 ga 100 aka, simentaldi. Originallar. Kirib ursin ha. Mana bu qora. Hayda kir. Ko'raverasizlar. Ha, yakka bo'lsin, yakka yursin. Bo'sh. Bo'sh jonivor. Mana bularga qarang. Hayda. Galishtin frizga ham chopadigan katta buqalar-ku bular mana. Chiqsin Bek aka. Mana mollar. Bek aka chiqsin, uni hayda. Gap yo'q. Baqbaqalari osilganiga qarangizlar. Qarang, simentalni qanaqa bo'ladi degan akalarga bugun xudo xolasa simental xilini ko'raverasiz. Simental Qashqadaryoda. Bitta kichik mana Qashqadaryoda 40-35 bosh. Ziyodroq. Chista 35 ta simental bor aka. Mana shox kuymaganlarida. Mana shu molda ham ko'rishsin aka. Zotga. Mana. Buni qarang. Buni qarang. Mana. Pachka. Xohlaydiganlarga mana bu tomonda Greenford bor, ular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Mana. Aka shu 18 oylik bo'ldimi? Ha. Tish buzmagan aka hali. Lekin buzmagan. Buzmagan aka. Bari olingan. Boqsa go'sht yo'nalishda. Qaytadan aka kirib ketmasin. Bo'ladigan o'ta ajoyiblarni. Mana. Aka taroziga yo'q. Taroziga yo'q aka. Shunday kelsin, donaga hisobini olaverasiz. Xo'sh. Haydab kel. Mana buni yurishlariga qarang buni. Mana. Hurmatli aka-ukalar. Aka nasib bo'lsa 100 ga 100 tozasini olib 100 ga 100 aka, simental. Endi fermer akalarimiz, haqiqiy boy akalarimiz mana olishga, zotga va boqishga olaversin, ha? Boqishga ham bo'ladi aka, zotga ham zo'r aka. O'zimizga ham zotga olingan bular aka. Mana navot ranglari mana. Sit go'sht yo'nalish deydiganlarga mana. Vibr ko'p tanlab olasizlar akalar mana. Bemalolga kelaverasizlar. Buni chiqib kelishini qarang buni, mana uni ham oling. Mana buni qarang, mana buni. Dumba belib yaribdi-ku aka bu. Ha. Orqa kengliklariga qarang buni. Pachka ekan-ku bu. Mana Bek aka, bunday deng. Aka kelaversin. Kelaversin, kelishtirib beraman aka. Kelishtirib berasiz. Xayri bor aka. Balandi Baho 55 millionga qo'yilganmiz aka. Pasti 50 million so'm xayri bor aka. Bularni baland narx qo'yib 65-70 deyishdi foydasi yo'q. Lekin mollardan Alloh nasib qilsa aka, baraka topadi. Mollar zo'r aka, hammasi yaxshi. Lekin taroziga sotganimiz yo'q aka. Taroziga o'lchaganimiz ham yo'q bu mollarni. Yeb ichari shu kepak va mana shu bida, ha? Ha, bida silos yeb turibdi mana. Keyin ana bida pris beryapmiz, bida pris. Silos, mana shular. Mana do'stlar. Manzilda ham mana Qarshi shahardan unday uzoq emas ekan, ha? Ha, mana Yerqo'rg'on bozor, Qarshi shaharda kirishga Yerqo'rg'on degan bozor bor. O'shadan sal o'tsa Shayxal degan joy bor-da bizda, Qashqadaryoda. Mana kelishaversin aka, kelishtirib beraman narxini aka, mollarni. Xo'p, Zoti zo'r, chista 100 ga 100 simentalda aka. Simental Qashqadaryoda aka. Mana. Zo'rini xohlaganlarga mana kelar. Mana. Pirvozni ona qorinda kelganlaridan, Avstraliyadan kelganlar akalar mana. Shunday aka.